vodiylarni yayov kezganda ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan uzoq manzilni ko'zlamadik. Shundoqqina Jizzax shahriga tutashib ketgan Sharof Rashidov tumanidagi Kuyoboshi qishlog'idan tayyorlashga qaror qildik. Sababi ayni paytda Kuyoboshi qishlog'ining tabiati juda ham go'zal, o'ziga xos. Chunki qir-adirlar bag'rida joylashgan mahalla bugun ko'rkam qiyofa kasb etgan. Bir tabiatiga qarab to'ymaysan kishi. Kishilari, onajonlar, momolar, yoshlar bugun mana shu qir-adirlar bag'rida o'ynab kulmoqda. Kimlardir xalq o'yinlarida o'ynayotgan bo'lsa, onajonlarimiz go'zal qo'shiqlar ijro etyapti. Cho'pon cho'riqlar o'zlarining suruvlarini boqyapti. Ta'riflashga so'z ojiz. Keling, uni birgalikda biz bilan tomosha qiling. Ayni paytda bahor, mayin shabodi esmoqda. Shabodi bizga chanqovuz ovozini olib kelyapti. Biz ana shu tomonga yo'l oldik. Onajonimiz, momojonimiz chiroyli chanqovuzda ajoyib kuy chalmoqda. Albatta gaplashishni niyat qildik. Yoshligi mana shu qir-adirlar bag'rida o'tgan onaxonimizning bugun bu chanqovuzni qanday o'rgangan, kimdan o'rgangan, buning sehri haqida bizga gapirib beradi. Xalaqit bermadikmi? Sog' bo'ling, yo'q, yaxshi. Mana chiroyli chanqovuzlar chalyapsiz-da. Kimdan o'rgangansiz buni? Bu chanqovuzni onajonimdan o'rganganman. 85 ga kirgan onajonim bor edi. Momolarimdan o'rganganman. O'zim qiziqaman chanqovuz chalishga. Necha yoshingizdan boshlab chalgansiz? 50 yoshimdan boshlab chaldim. Kech boshlabsiz-ku. Farzandlarni o'ndirdim, o'stirdim, 7 ta bolani voyaga yetkizdik, o'qitdik, ishli qildik, hammasini joy-joyiga qo'yib, keyin chanqovuzga tushdim. Nevaralaringiz ham qiziqyaptimi? Qiziqadi, nevaralarim ham qiziqadi. Bitta nevaram, qiz nevaram dutor chaladi, birovi chanqovuz chaladi. O'rgatganman. U chanqovuz o'zi kichkinagina bo'lganman, katta sehr bor. Shuni muzika zo'r, yaxshi muzika chiqadi bundan. Odam dam oladi. Dam oladi, rosa dam oladi. Ruhlantiradi, jonlantiradi. Bizni ruhlantirdi, mana jonlantirgan uchun mana qirga chiqib keldik. Bu baland toqqa qanday chiqib oldingiz? Biz zo'rg'a chiqib keldik. Endi baland toqqa o'rganib qolganmiz-da. O'rganib qolganmiz. Yoshlarga nima niyatlaringiz bor? Yoshlarga niyatlarim mana shu avlod ajdodimizning urf-odatlarini har doim davom ettirsin. Davomchilari bo'lsin yoshlarimiz. Chanqovuzlarni chalib, dutor doiralar chalib, o'zbegimning muzikalarini chiroyli qilib chalib chiqarib,
yayrab yashayversin O'zbekistonlik yoshlarimiz. Endi musiqa chalgan odamni didi nozik bo'ladi va uni tafakkuri o'sadi, shundaymi? Shunday, xuddi shunday. Kelajakda yoshlarimiz har doim mana shu mamalarimizning nimalarini chalib, chanqovuzlarini chalib, doim o'zbegimning nimalar muzikalarini yo'q qilmasin, xullas kalam. Har doim bo'lib yursin. Mana mazza qildikda, yana bitta chalib bering, yana eshitgimiz kelyapti. Mayli. Kuyovboshiga tashrif yurib xato qilmaganligimizni angladim. Chunki osmonga tutash adirliklari, qirlari va uning atrofidagi xalqimizning xursandchiligi kishiga o'zgacha zavq baxsh etadi. Bugun olam haqiqatan ham yashnagan, yashargan bir kishilarning xursandchiligi alohida, bir ta'rifga so'z ojiz. Qolaversa mana bizga mahalla faollari ham peshvoz chiqishyapti va albatta mana shu mahallaning mehmondo'stligidan, bag'rikengligidan bir dalolat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz avvalambor. Rahmat, rahmat. Mana Kuyovbosh mahallamizda sizlar ko'rib turganlarimizdan beg'oyat mamnunmiz. Bizni mana shu Sharof Rashid tumani Kuyovbosh mahalla fuqarolari yig'inida hozirgi kunda 2500 dan ziyod oila, 1932 ta xonadon, 10 mingga yaqin aholi birga mana shu yerda istiqomat qilib kelmoqda. Bugungi kunda Kuyovbosh mahalla fuqarolar yig'inidagi asosiy xalqimizning foydalanadigan bu chorvachilik, dehqonchilik, keyin tadbirkorlik bo'yicha mana shu parrandachiliklarda, qo'ziqorinchiliklarda keng yo'lga qo'yilgan mahalla hisoblanadi. Darhaqiqat oxirgi 8-9 yil ichida mana shu mahallamizning infratuzilmasi ham keskin ko'tarilib, mana shu insonlarning yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida muhtaram yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslari bilan mana shu mahallamizda infratuzilmalar ham kundan kunga yaxshilanib bormoqda. Qancha chorvasi bor aholining? Qancha tomorqasi bor? 1932 ta xonadonning deyarli har biriga o'rta hisobdan 4 tadan yirik shoxli mollarimiz yoki olaylik 10 dan ziyod mayda shoxli chorvalarimiz to'g'ri keladi o'rta hisobda bo'lganimizda. Bundan tashqari bizda o'sha mahallamiz mana shunday bir katta kanal bo'yida joylashganligi, bunda esa o'sha dehqonchiliklar, o'sha tomorqalarimizga suv har doim muntazam borib turishlari natijasida hamma xonadonimizda bo'lmaganda 3-4 sotixdan o'sha dehqonchilik uchun, agorot uchun foydalanadigan o'zlarining maxsus yerlari bor. Hozir mana yaylov keng bo'lganligi uchun mana chorvani boqayotgan cho'ponlar bilan suhbat qilaylik desak, biz yeta olmadik. Nihoyatda shiddat bilan ketyapti. Mayli, ularni o'rniga siz bilan suhbat qildik, biz xursandmiz. Mana endi ayollarimizga qanday sharoitlar yaratilgan? Kuyovboshi mahallasida 4332 nafar xotin-qizlarimiz bor. Bugungi kunda mahallamiz o'sha dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanish drayverimiz bo'lganligi uchun ayollarimiz mana shu uyda boqilayotgan chorva mollaridan sut qatiqlar oladi. Hovlisidagi ajratilgan yerlardan unumli foydalanib, o'zini xonadoni uchun har xil ko'katlar, poliz ekinlari, mahsulotlar yetishtiradi. O'zini xonadonidan ortganini olib chiqib, o'sha bozorlarga o'zini oilasiga daromad qilish uchun foydali daromad keltirish bilan shug'ullanyapti. Qishloqda iqtidorli oilalar ko'p ekan. Iste'dodli opalar, onalar ko'p ekan. Mana qo'shiqlarni eshitdik, chanqovuzlardan bahramand bo'ldik. Iste'dodlilar ko'pmi haqiqatdan ham? Haqiqatdan ham bu bizniki sizlar guvohi bo'lganingizdek o'sha onaxonlarimizda chanqovuz chalgani-yu, doira chalib qo'shiq aytayotganligi, bu ham bir xalqimizning ertangi kunga bo'lgan ishonchidan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi ayni damda mana shu otaxonlarimiz esa hurmatli prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan yashil makon dasturi asosida keng ko'chatlar ekilmoqda. Mana shu rejaga asosan rejadan 2-3 barobar ko'proq ko'chatlarni egib, yashil makonni yo'lga qo'yib kelmoqda. Mana o'zi aslida biz qishloqning bir tabiatini, bir manzarasini tasvirga olmoqchi edik. Bugun haqiqatan ham hayratimiz oshdi. Manzarasi mana shu ko'rib turganingizdek insonlarning bag'ri dilini ochadigan, toza havosi bilan, o'zining bir
yashilligi bilan alohida boshqa joylardan ajralib turadi. O'zi biz kelishimizga sabab ham ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shu hududlarda pikniklar uyushtirib, aholi o'zlari chiqib, mana shu tabiatni asrashga, havoni asrashga o'zlari hissalarini qo'shar ekan. Biz o'shani bilmoq maqsadida keldik. Mana hozir ko'rdik, haqiqatan ham bu musaffo tabiati, albatta buni asrash kerak endi. Albatta bu to'g'ri aytyapsiz, asrash kerak degan sababi mana shu bizdan oldingi ota bobolarimizdan mana shunday joylar qoldiki, endi bizdan keyingi avlodlarga ham biz merosni o'z egalariga topshirishimiz uchun albatta mana shunday yashil makonlarni asrab avaylashimiz, havosi toza bo'lgan diyorni kelajak avlodga ham mana shunday yetkazib berish bizning vazifamiz deb o'ylayman. Bitta savol qiziqtiradi. Kuyov boshi bu nomda atalishiga sabab nima? Menimcha qishloq tarixiga ham uncha uzoq yillar borib taqilmaydi qishloq tarixiga. Lekin bu nom qanday kelib chiqqan? Ko'plar kuyov boshi deyishadi, ko'plar kuyov oshi deyishadi. Qaysi to'g'ri? Buni ma'nosi nima? Haqiqatan ham oxirgi vaqtlarda mana ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layapti. Endi buni turli odamlarimiz turlicha talqin qiladi. Lekin aslida esa kuyov boshi emas, kuya boshi hisoblangan. Bu o'sha grekcha so'zdan olingan bo'lib, tog' bag'ri yonlari degan ma'noni bildiradi, atrofi degan ma'noni bildiradi. Haqiqatan ham bu so'zning isbot tariqasida mana shunday ko'rib turganingizdek tog'larimiz, qirlarimiz bag'rida joylashgan mahallamiz nomi Kuya boshi bo'lgan. Shundan keyin 2002-yillarga borib kuya boshini kuyov boshi, ya'ni o'rniga yog' so'zini qo'shib kuyov boshi deb turib nomlangan. Endi keling, yuqorida aytdingiz, bizni qiziqtirdingiz, mahallamiz ahli tinmaydi, hammasi ishlaydi, mehnatsevar, yangi tadbirkorlar bor deb. Endi keling bo'lmasa birgalikda mana shu fuqarolar bilan uchrasak, o'z ko'zimiz bilan ko'rsak. Bu albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. 100 marta aytgandan bir marta eshitganimiz ma'qul deganlardek. Marhamat, sizlar o'sha tadbirkorlarimiz oldiga boramiz. Ketdik, demak, teletomoshabinlarimizni ham taklif etib qolamiz. Marhamat. Keyingi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar, umuman olganda mahalla yettiligi tomonidan mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar bugun mana shu Kuyovboshi mahallasida bo'y ko'rsata boshladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana men oldimda mahallaning yosh tadbirkorlaridan biri turibdi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ayni paytda siz mana parrandachilikning go'sht yo'nalishi bo'yicha broiler tovuqlarni boqyapsiz ekan. Necha bosh boqyapsizlar? Buni boshlash qanday bo'ldi? Qanaqa ko'maklar oldilaring? Boshlash boshida oson bo'lmagan. Mana hozirda 1,5 ming bosh broiler parrandasini yetishtiryapmiz. Bizga mahalla tomonidan kredit yordam qilingan. Hozirda kreditimizdan ham qutulganmiz. Asosan bizga mahalla raisi Sodiq aka juda ko'p ko'mak berganlar, motivatsiya berganlar. Endi shu biz yoshlarga nima yordam kerak bo'lsa, mahalla tomonidan shu yordamlar hammasini olganmiz. Mana hozir necha kunlik bo'ldi bu parrandalar? Qachon tayyor bo'ldi? Jo'jalarimiz 25 kunlik bo'lgan. Bularni yana 40 kungacha boqsak bo'ladi. 40 kunda 2,5-3 kilo go'sht qilishadi. Живой весga 4 kilogacha живой вес berishadi. Bunga bozor bormi? Albatta bozor talab yaxshi, hozir kunda talab yaxshi. Mana parranda qilaman deganlarga qanaqa tavsiya berasiz? Tavsiyamiz qilinglar, yomon ish emas. Mana biz yomon bo'lganimiz yo'q. Nimadan boshlash kerak? Shijoatdan boshlash kerak bo'ldi. Kishida shijoat bo'lish kerak. Yurak bo'lish kerak. Yurak bo'lish kerak, intilish bo'lish kerak. Maqsadni qo'yish kerak, ishlash kerak bo'ldi. Parranda sal nozikroq jonivorda, to'g'rimi? Endi parranda nozik bo'lgan bilan mehr bering. Hamma narsa ham nozik, oddiy niholiksiz ham, u ham nozik. Yaxshilab parvarish qilsangiz katta daraxt bo'ladi. Sekin-sekin mana bizda men katta daraxt bo'lish niyatimiz bor. Rejalar bormi buni kattartirish? Ha, albatta rejalar, oldinga ulkan rejalar qo'yganmiz. Bu hozircha sirmi? Sir bo'lib qolsin. Mayli, xalaqit bermaylik, chunki ayni paytda mana shu parrandalarni oziqlantirish vaqti ekan. Biz xalal bermaymiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Katta rahmat. Bizni esa kuzatishda davom eting deb qolamiz tomoshabinlarga. Yana tadbirkorlar, xonadonlarda tashrif buyuramiz hozir.
mahallada bugun ayol tadbirkorlar safi ham oshganini yuqorida xotin-qizlar faoli aytgan edi. Haqiqatan ham bu yolg'on emas ekan, bor gap ekan. Mana bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Gulchehra opamiz ham tadbirkorliklarni boshlagan ayollardan. Mana uzoq yillar eshitishimiz bo'yicha Gulchehra opa uyda o'tirgan, xonadon bekasi bo'lgan. Bugun mana tadbirkorlarga yaratilayotgan imtiyoz va sharoitlar sabab tadbirkorlikka qo'l urib, bugun xonadonlariga bugun baraka kirdi, fayz kirdi, bugun el og'ziga tushdi, bugun tadbirkor degan nomga sazovor bo'ldi deb aytishdi. Shu gaplar to'g'rimi? To'g'ri. Tadbirkorlikni dekabr oyida mana shu qo'ziqorinda ekib boshladim. Mana 3-oy bo'lyapti, hosil yig'ib olyapman. Xudoga shukr, daromad yaxshi. Ro'zg'orimizga foydasi tegyapti, yomon emas. Yaxshi. Shu vaqtgacha uyda o'tirgan ekan. Shu vaqtgacha- Birdaniga tadbirkorlik qilish niyati qanday tug'ildi sizda? Endi buni o'tirib, endi bekorchilikdan zerikdikmi? Shu tadbirkorlik bilan shug'ullanib ko'raylik dedik. Yo'q, yomon emas, yaxshi. Uyda o'tirgan xotin-qizlarga mana shu tadbirkorlik bilan shug'ullanishni tavsiya qilaman. Yaxshi. Shu paytgacha imkoniyat bo'lmadi, mana endi imkoniyat tug'ildi, mana boshladik, yomon emas, yaxshi. Xudoga shukr. Qo'ziqorinchilik bilan shug'ullanar ekansiz. Bu qiyin emasmi? Ayol kishi uchun qanday bir o'zingiz qarar ekansiz? Buni qiyin joyi yo'q, yaxshi. Izlagan imkon topadi deydi, izlandik, mana imkon topdik, mana ro'zg'orga baraka. Yaxshi. Ham bekor qolmayapmiz, ishlayapmiz. Mana uyda o'tirib, endi qo'limdan ish kelmaydi, faqat navara boqaman deb o'tirgan Gulchehra opa, lekin birdaniga mana shu sharoitlarni eshitib, tadbirkor bo'laman deb harakat qilib, mana shu darajaga erishdi. Mana sizning o'rningizda boshqa bo'ladigan bo'lsa yoki mana sizning yo'lingizdan boraman degan xotin-qizlarga nima deb tavsiya berasiz? Qanday maslahat berasiz? Bemalol shug'ullansa bo'ladi. Har qanday ishni ham yo'lga qo'ysa bo'ladi. Uyda bekor o'tirgancha endi yaxshida ro'zg'orga 1 so'm, 2 so'm baraka kiradi. Foyda endi olganingizda ro'zg'oringizni kam ko'sa, yordamda endi bekor o'tirgancha. Mana yuqorida aytdingiz, shu yoshgacha o'tirganman, 3 qizni, bir o'g'ilni Shunday, tarbiyaladim, ularni uyli joyli qildim. Shunday. Shu vaqtgacha o'tirgansiz. Keyin birdan mana tadbirkor bo'lish istagi tug'ilganda bir hayiqmadingizmi, bir qo'rqmadingizmi? Yo'q, qo'rqmadim. Buni o'zi Qanday kuch keldi sizga? o'zim buni telefon orqali ko'p ko'rdim-ku, keyin shu bilan xo'jayinimga aytib, xo'jayinim bilan maslahatlashib, mana shu tadbirkorlikni yo'lga qo'ydim. Chunki bunda o'zimga qiziqish kuchli bo'ldi, qo'ziqoringa. Odamda o'zida ishonch bo'lsa qilsa bo'ladi. Shunday, o'zimda ishonch kuchli. Hozir yana ikkinchi tadbirkorlikni yo'lga qo'yapman. Qoyil. Kirsovni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib boshladim. Xudo xohlasa endi mahsulotni chiqarib boshlayman, xudo xohlasa. Juda ham yaxshi, ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. Tadbirkorligingiz rivojlanaversin. Biz esa tadbirkor bo'lish istagida bo'lgan xotin-qizlarimizga qo'rqmang, o'zingizga ishoning, dadil qadamlar tashlang. Avvalgidek qarzga botib qolmaysiz. Mana shunday Gulchehra opamga o'xshab mehnat qilsangiz, maqsadingizga erishasiz deb qolamiz. Ishonmasangiz, mana sizni yana bir bor mana shu issiqxonada qo'ziqorin yetishtirish san'atini ko'rishingizni tavsiya etib qolamiz. Haqiqatan bahor Kuyoboshi mahallasiga bir o'zgacha fayz bilan, o'zgacha tarovat bilan, barokat bilan kirib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir tomorqada daraxtlar gullagan, ekinlar ekilgan. Qolaversa bizni o'zga maftun etgan tomoni har bir xonadonda kichik bo'lsa-da o'zining tadbirkorligi bor. Yuqorida mana parrandachilik bo'yicha, qo'ziqorinchilik bo'yicha mana akalarimizni, hamyurtlarimizni bir guvohi bo'ldik tadbirkorligi bilan. Qolaversa bu yerda hunarmandchilik ham juda ham yaxshi rivojlangan. Mana hozir biz borayotgan vaqt ko'chada, biz yurgan ko'chada ham mana hunarmandlar borga o'xshaydi. Chunki kichik bir avtoulovga bir uy jihozlari ortilgan, demak bu yerda albatta hunarmandlar ishlaydi. Kiramiz, ko'ramiz, tanishamiz. Qarang, ko'cha tomondan oddiy ko'ringani bilan ichkarida katta bir mebel sexi ishlayotganligini, hunarmandlar mehnat qilayotganligini ko'rib hayratga tushdik. Bu yerda
3-4 kishi, 5 kishi hatto ish bilan ta'minlangan. Mana shulardan biri bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, Xormay. Assalomu alaykum. Rahmat. Mana bir qilib maza qilib ishlayapsiz ekan. Necha yoshdasiz o'zi? Men 18 yoshdaman. Maktabda o'qiyman. Bu yerda asosan dadamlar bilan birgalikda ochganmiz mebel sexni. Maktabda, ya'ni mehnat darsi bor, ham tadbirkorlik. Maktabdan tashqari darslarda ham, vaqtlarda ham bu yerda ishlab, yana hunarimni, o'zimni tajribamni oshiryapman. Ha, demak siz maktabda shu texnologiya darsida hunarmandchilik sirlarini, mebel yasash sirlarini nazariy jihatdan o'rganib, amaliyotda o'zingizni mana shu sexingizda ishlab boyitib boryapsiz. Qo'y. Nimalarni o'zingiz mustaqil yasay olasiz? Men asosan o'zim divan, shifonyer, ya'ni oshxona mebellari, keyin bozorlarga ham mebellar yasab chiqaramiz. Asosan. Qo'y. Necha yoshingizda o'rgangansiz? Men 12 yoshimdan beri shu sohada ishlab malaka oshirib kelaman dadamlar bilan. Mana bu yerda zamonaviy texnikalar turibdi-da. Ha. Bular qachon olib keldilaring? Nimalar ishlab chiqarasizlar bunda? Biza stanoklarda foydalanib mebellarni yasaymiz. Bu stanokimiz bizaga kesib beradi va kesib narigisida uyamiz, yuziga naqshlar, gullar beradi. Necha xil naqsh beradi? Har xil. Xohlagan 100 dan oshiq, 50 dan oshiq naqshlar beradi va biza ularga narigi tarafda kraska sepib, naqshlarga rang beramiz. Bu stanokimiz esa kesilganlarni ziyiga lenta urib beradi. Biza uni lentadan chiqqandan keyin tayyor holatida yig'ishni boshlaymiz. Mana bunday holatda, yarim tayyor holatda yig'iladi. Keyin tayyor bo'lgan yuzlar olib kelinadi, qo'yib, fasad bilan tayyor qilib beriladi. Bezak beriladi. Hozir nima vazifa bajaryapsiz? Hozir men o'sha fasad yuzini qo'yishga tayyorlayapman fasadlarni. Mana haqiqatan yosh hunarmandning qilayotgan mehnatini ko'rib, o'zim ham qiziqib ketdim. Men ham qilib ko'rmoqchiman, chunki yuqorida aytdilar, har bir inson qunt qilsa albatta o'rganadi deb. Qani hozir biz o'rganamizmi ekan? Yaxshi. Ajoyib ekan. Biz ham demak hunarmandchilik qilsak bo'ladi. Tuyoboshi mahallasiga qilgan tashrifimiz ham mana shu joyda o'z yakuniga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimiz o'ta sermazmun va sermahsul bo'ldi deb bemalol aytsak bo'ladi. Go'zal qo'shiqlar, xalq o'yinlari, tadbirkorlar, hunarmandlarimizni qilayotgan, amalga oshirayotgan ishlari bari ko'nglimizga o'zgacha zavq, o'zgacha shukuh baxsh etdi. Biz mana shunday hamyurtlarimiz bilan uchrashishda, mana shunday hamyurtlarimiz topib, siz bilan tanishtirishda davom etamiz. Demak, vodiylarning yayov kezganda ko'rsatuvni doim tomosha qilib boring.